Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Bugun sizlarga uy sharoitida kundalik makiyaj qilishni o'rgataman. Buning uchun birinchi navbatda sizga молочко, BB tonalkasi, rumyana, highlighter, ten, qosh geli, shea butter va kisichkada kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda молочко bilan yuzimizni tozalab olamiz. Yana micellarniy suv yordamida yoki oddiy влажный salfetka yordamida tozalab olishingiz mumkin. Tozalab oldik. Endi esa yuzimizga namlantiruvchi krem surib olamiz. Bu krem hozirda hammaning uyida bor krem topiladi. Hozir hamma ayollar ushbu kremdan foydalanishmoqda. Yuzning qurigan qismlariga bazani ko'proq suramiz. Bu qizimizda yuzlari ayniqsa T zonasi qurib qolgan ekan. Yuz nimaga quriydi, yuz nimaga qurishi haqida videolar qilganman. Ko'rib chiqishingiz mumkin. Baza surgandan keyin qo'shnilarimizga ilk sayfalardan berib ishni beramiz. Endi esa tonalkamizni chiqamiz. Endi esa sponj yordamida tonalkani yedirib chiqamiz tepaga. Endi esa ko'z ostiga konsilerdan foydalanamiz. Konsiler nimaga kerak degan savol tug'ilishi mumkin. Konsiler ko'z ostiga ajin tushishni oldini oladi va ko'z osti qorayishini bekitadi. Konsiler qilib bo'ldim. Endi esa pudra bilan yuzni yaxshilab quritib chiqamiz. Men hozir Embisu pudrasidan foydalanaman. Uy sharoitida xohlagan pudralardan foydalansanglar bo'ladi. Ko'pchilik savol beradi, pudra sursam yuzimga yig'ilib qoladi deb. Mana shu texnikada pudrani yengil surib chiqsangiz, umuman tonalka yuzda pudralar, tonalkalar yuzda yig'ilib qolmaydi. Mana yengil surib chiqdim, juda ham ko'p surmadim. Endi esa yuzga ishlov beramiz, ya'ni shakl beramiz. Bizga buning uchun Goleros rumyanasi yordam beradi. Bittasi rozoviy, bittasi korrektor rangida. Ikkitada bittasi joylashgan. Kisichka haqida Samsibi vizajist kursimda to'liq ma'lumot beraman. Yuz tayyor bo'ldi. Endi esa ko'zni bo'yashni boshlaymiz. Birinchi navbatda ko'zni pudra bilan quritib chiqamiz. Yaxshilab. Ko'zga tonalka surilgan. Endi esa qosh chetiga mana bunaqangi chiroyli highlighterlarni surib chiqamiz. Highlighter tenni yaxshi yoyilishiga yordam beradi va tabiiy chiqishiga yordam beradi. Endi ko'zlarimizga ten surishni boshlaymiz. Ten tanlash haqida Telegram kanalimda ma'lumot berib o'tganman.
Kundalik makiyajda ten surayotganimizda albatta och ranglardan foydalanamiz. Endi esa xuddi shu tenimizning rangini ko'z ostiga ham surib chiqamiz. Ko'pchilik ten olganda mana bunaqangi yaltiroq tenlari ham bo'ladi tenni ichida. Buni ko'pchilik bilmaydi nimaga qattiq ishlatishni. Mana endi hozir sizlarga o'rgataman qattiq ishlatishni. Mana shunaqa yaltiroq tenlarni yaltirog'ini ko'zni pastga qarab turing. Ko'zni oldi qismiga, mana svetli joyiga surib chiqamiz. Juda ham chiroyli effekt beradi ham. Ko'ramiz. Pastga mana farqini ko'ringlar. Juda ham chiroyli effekt beradi. Bu svejest beradi. Makiyajga yana ham endi esa ko'zning pastki qismiga ham xuddi shu yaltiroq tenimizdan ko'zning burchagiga va pastki qismiga suramiz. Qaranglar qanaqangi chiroyli effekt beradi. Endi esa tush suramiz. Ko'zni yummasdan pastga qaragan holatda endi sizlar o'zingizga qanaqa qulay bo'lsa shunaqa holatda surasizlar. Tush surishni menimcha hamma biladi. Tepaga kundalik makiyaj bo'lganligi uchun kiprik yopishtirishni ko'rsatmadim. Kiprik yopishtirish texnikasini Samsibi vizajist kursimda alohida o'rgataman. Endigi navbat highlighterga. Hozir oq rangli highlighterlar urfda. Shuning uchun oq rangli highlighterdan kam miqdorda suramiz. Kunduzgi meykapda ko'p highlighter surishni maslahat bermayman. Highlighter yuzga tabiiylik berish uchun kerak, hamda yorqin bo'lishi uchun kerak. Mana tenimizda qosh ranglari bor ekan. Qosh bo'yashga mos ranglar iloji bo'lsa ten olayotganingizda mana shunaqa ham qoshga, ham ko'zga tushadigan ranglarni olsanglar o'zingizga qulay bo'ladi. Kosmetikchilikda ko'p narsa ko'rinadi. Qosh uchun alohida ten sotib olish shart emas. Yoki qimmat ten bo'lishi shart emas. O'zingizda bor ranglardan qoshingizga tushadigan rang bo'lsa bo'yab olsanglar bo'ladi. Kundalik makiyajda qoshni deyarli bo'yamaymiz. Nomiga ten surib qo'yamiz. Endi lab bo'yimiz. Buning uchun bizga 765 qalami kerak bo'ladi. Lab bo'yayotganda labni konturidan tashqariga chiqib ketmaymiz. Tashqariga chiqib ketish urfdan qolgan. Lab bo'yashda men Golden Rose pomadasini 13 raqamidagisini tanladim. Juda ham chiroyli rang. Pomadani ustidan blesk ham surib oldim.
Bu ham judayam chiroyli turadi. Ham labni yumshatib beradi, lab qurib qolmasligiga yordam beradi. Shuning bilan makiyajimiz tugadi. Hammaga omad. Mani kanalimga obuna bo'ling va kuzatishda davom eting. Bundanda chiroyli mekaplarni qilish sirlarini sizlar bilan bo'lishib boraman. Ushbu makiyajni uy sharoitida o'zingizda sinab ko'ring va Telegram kanalimga rasm yuboring. Qilgan mekapingizga baho beraman.